10 savolga 10 javob. Savol. O'simliklar karantini sohasida davlat nazorati nima uchun kerak? Javob. O'simliklarni zararli organizmlardan himoya qilish va ularning tarqalishini oldini olish uchun kerak. Savol. O'simlik karantini obyekti deganda nima tushuniladi? Javob. O'simliklarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan karantin ahamiyatiga ega zararli organizmlar tushuniladi. Savol. Karantin ostidagi mahsulotlar qayerda tekshiriladi? Javob. Belgilangan karantin nazorati punktlarida tekshiriladi. Savol. O'simliklar karantini chegara punkti nima vazifani bajaradi? Javob. Chegara orqali olib kirilayotgan karantin ostidagi mahsulotlarni fitosanitar nazoratdan o'tkazadi. Savol. Karantin nazoratida mahsulotdan namuna olinishi mumkinmi? Javob. Ha, mahsulotni tekshirish va fitosanitar ekspertiza o'tkazish uchun namuna olinishi mumkin. Savol. Fitosanitar ekspertiza nima uchun o'tkaziladi? Javob. Mahsulotda zararli organizmlar bor yo'qligini aniqlash uchun o'tkaziladi. Savol. Fumigatsiya nima? Javob. Karantin ostidagi mahsulotlarni zararli organizmlardan tozalash maqsadida maxsus usulda zararsizlantirish. Savol. Karantin tadbirlarining asosiy vazifasi nima? Javob. Karantin obyektlarining kirib kelishidan keladigan zararning oldini olish, uni cheklash va bartaraf etish. Savol. O'simliklar karantini talablariga rioya qilish nima uchun muhim? Javob. Qishloq xo'jaligi ekinlari va boshqa o'simliklarni xavfli zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish uchun muhim. Savol. O'simliklar karantini to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun qanday javobgarlik belgilangan? Javob. O'simliklar karantini to'g'risidagi qonunchilikni buzishda aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.